bor. Benzini qolmagan aka, benzin. Bor, valiga aytki, meni aytki 100 ming so'mlik qarzga so'ragin beradi. Qo'ying aka shu ishlaringizni. Men senga aytmadinglar? Demka mashka! Qarzingni ber. Pullar yo'q to'g'ri. Yana boshladingizmi? Ishlaganim yo'q, jonimga tuqmat ichib olsa kino. Assalomu alaykum, G'offar aka. Qanona kidala akang. Menda qarzini bermasdan qochib yuribdi. Aytib qo'y. Agar yerga kirsa, quloqdan tortib olaman. Tomga chiqsa, tomga chiqib, tomdan itarib yuboraman o'ladi. So'yib yuboraman pichoqqani. Sizdan qarzi bor ekan. Berib kelmasam bo'lmaydi deb sizga ketdi. To'g'ri? Aniq. Aniq. Mayli jiyan, xafa bo'lmagina. Xo'p. Deyman. Ko'pga mashinalar to'xta. Xafa. Ha, qabul karate yaxshimisan? Kimga mashinaga qidiryapsanmi? Hozirgi qo'shig'imiz sevgidan kuygan qalblar uchun bitta like kommentariy bosib qo'yasiz. Mana bitta turibdi. Faqat bittani sol, qochib ketmasin. Bizning ko'chalarga yog'madimi qor? Hofiz, senmiding? Menga boshqa gap qaytarmagin. Tag'in o'zim urmadimi? Bizni boraman lekin. Qo'ying. Ey qabul karate, bir-birimizni sotmaylik, mushuk bo'lak. G'oppar so'lsa Rossiya ketdi, tushundingmi? G'offar aka. Dimkani mumkinmi? Bemalol, hozir. Meni qachon so'rab kelasiz? Chaqirib yuboring. Ha, bo'ldi, hozir chaqiraman. Aka, takoy narsa so'rab ketdi sizdan. Menimi? Plash topchiq. Nima xizmat sening tezlashing? Xizmat mana bizlarda-da, uni ajinni ko'rsang iping tuzalmasdan tura olmaysan-a? Sakinaxon baroring. Podstava bu. Qarzingni qachon berasan, maraz mashyennik? Bo'ldi, o'zingni bas, risk dushlar qilmagin. Mahallaga sharmandaga chiqaraman. Bo'ldi, 18 sentyabrga pulingni sana beraman, qirtdi. Qayoqdan berasan 18 sentyabrda? 18 sentyabr xumoringda men bojalar konsertida qatnashyapman, bu yoqda beraman pulimni. Hey, bojalar konsertda xumaringni sen qanaqa qatnashasan? Suvda muzikani kim qo'yadi konsertga? Sen qo'yibsan ana bijaloq Men suyitlar. qo'yaman oilalarga yaltiroq svitlarni. Rostdan. Donu, nech pulga qo'yibsan? 70 minglar. Sen kallang joydami qolganini kim beradi? Maydalashmagin. 30 ming qachon berasan?